Assalomu alaykum. Yaxshi holatdagi Malibu izlab yurganlar juda ham yaxshi bilishadi. Hozirgi kunda yaxshi Malibu topish birozgina muammoroq. Kuzovi yoqsa, motori yoqmaydi, motori yoqsa, korobkasi yoqmaydi. Xullas, qanaqadir bir muammosi chiqadi, siz olmaysiz. Lekin mana shu Malibuni kelib haydab ko'rishni tavsiya beraman. Hech qanaqa xarajat yo'q. Motor, korobka hadoyini men o'zim tekshirganman. Juda ham zo'r, bemalol ustingizda olib kelib tekshirtirsangiz men aytgan gapni gapirishadi. Kraskalari ham juda chiroyli holatda turibdi. Misol chaqa-chuqa bu ko'ngilni xira qiladigan joylari deyarli yo'q. Akalar, luk ishlayapti. Metan gazi bor. Bagaj holatlari ham tiniq holatda turibdi. Misol uchun bir xil Malibularni bagajini ochasiz. Xullas xafa bo'lib ketasizda. Ruchkalari bor. Saloniga sayohat qilamiz akalar. Eshik obshifkasida mana ko'rinib turibdi. Eng ko'p ochilib yopiladigan eshik obshifkasi. Tiniqmi? Tiniq. Patlagonliklari joyidami? Joyida. Muzika qo'yilgan ekan, avtorskiga tushmaydigan umiddaman. Luklari ochiq, luklarni hozir yopamiz, muzikani pasaytirib. Motor ishlab turibdi. Shumlarni ham hozir eshittirib ko'rsataman. Muzikani birinchi navbatda o'chiramiz va o'rindiqqa ahamiyat beramiz. O'rindiqda xotiralari bor. Misol uchun dadangiz o'tirsa boshqa xotira, o'zingiz o'tirsangiz boshqa xotira bo'ladi. Saqlab qolish xususiyati mavjud. Mana eshik obshifkalari ham juda chiroyli holatda turibdi. Luklarni yopib qo'yamiz. Xo'p, bunday qilsak yopiladi. Sitkalari joy-joyida. Sitkasini bosdi, orqasini ochadi hozir. Mana orqasini ochib oldi. Patsvetkalari, hamma narsalari joy-joyida. Ko'p Malibularda mana shu narsalar sinib ketgan bo'ladi yoki achib qo'yadigan joylari ham sinib ketgan bo'ladi. Bunda sinmagan, hamma narsasi zo'r turibdi akalar. Olasiz, mazza qilib haydaysiz. Malibularda akustikalari ham zo'r bo'ladi. Monitori almashgan bo'lsa mana bunaqa bo'lib ochilmaydi akalar. Xo'p, akustikasi endi gap so'z bo'lishi mumkin emas. Cruise control ishlayapti. Konditsioner ishlayapti. Dug'zonli element kontrol, o'rindiqlari qiziydi. Motorni xohlasangizlar hozir ochib ko'rsataman. Ortiqcha shumlari yo'q. Metan gazda qancha yuradiganlar uchun aytib o'taman. Shahar ichida probkada turishingizga qarab kami 170 km yuradi. Ko'pi bilan 200 km yuradi. Toshkent shaharida ichini nazarda tutyapman. Agar siz trassada haydaydigan bo'lsangiz, trassada 300 km bemalol yurib beradi. Kamida 270 km yuradi konditsioner bilan. Xo'p, ventilyatorimiz ishlayapti, shuning uchun birozgina shumi baland bo'lishi mumkin. Sababi mashinamiz ancha vaqtdan beri zavodit qilingan. Chunki men Instagram uchun ham video oldim, mashinani umuman o'chirganim yo'q. Mashinamiz gazda ishlab turibdi. Agar benzinga oladigan bo'lsangiz, shumlari yanada pasayib, juda ham tiniq holatda ishlab turibdi. Motorini men o'zim tekshirib ko'rganman. Orqalariga qo'shimcha garmdorlari qo'yilgan. Orqa stoplari o'ziga juda ham yarashib turibdi. 2013 oxiri bo'lgani uchun shunaqa chiroq bilan jihozlangan. Hamda zadniy vid kameralari ham zavodskiy bo'ladi, qo'yilmagan. Ishlashlari aqlliroq bo'ladi. Bozordan borib qo'ydirsangiz, bunaqa aqlli ishlamaydi. Misol uchun erga o'tkazadigan bo'lsak, kameralar ko'ryapsiz, sifatlari ham yaxshi darajada. Akalar, olgan odam mazza qilib haydaydi. Texnikasiga hech qanaqa xarajat yo'q. Telefon qilinglar. Telefonga javob bera olmasa, agar Telegramdan yozsangiz ham bo'ladi. Kelishtirib berib E'tibor uchun hammaga rahmat. Kimda ham shunaqa zo'r Malibu izlab yurgan bo'lsa, mana shu videoni o'sha insonga tashlab qo'ying. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha mashina juda ham chiroyli holatda.